Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, demak suhbatimiz kelgan joydan davom etadi. Bugungi kunda butun dunyoda joriy bo'lib turgan moliyaviy tizim haqida gaplashayotgan edik. Demak, bu suhbatimiz bizni biroz tarixga yetakladi. Mana eramizdan oldingi bir necha asr oldindan boshlab kelib, suhbatimiz haqqa keldi. Eramizdan demak 1000-yillariga keldi. Bu 1000-yil deganimiz tarixchilar, tarixshunos olimlar buni o'rta asrlar deb ataydigan 600-yildan 1400-yil orasini o'rta asrlar deyilsa, o'shani ham qoq o'rtasi va ayni o'sha tarixchilar islomni oltin 3 asri deb va oltin asri deydigan mana shu 3 asr 800-yildan 1100-yillar orasini ham o'rtasida turibmiz deyarli. Mana har ikkita tomondan eng qoq o'rtasiga keldi hozirgi suhbatimizni voqealari. Mana shu yillarda turibmiz. Demak, mana bu yillarda musulmon olami juda ham qudratda. Bu yog'i Xitoydan tortib O'rta Osiyo, Ozarbayjon, Turkiya, bu yog'i Misr, bu yog'i Eron, Fors, hozirgi Kuvayt territoriyalari hammasi, mana bu Afrikani bir qancha davlatlari, Misr, Saudiya Arabistoni, Turkiyani yerlari, u yog'i Vengriya, Ispaniya, Portugaliya, Niderlandiya tomongacha hattoki va Fransiyani bir qismlari, mana shunaqa bir juda katta joy demak shakllangan. Musulmon olamining qo'lida ilm, fan, madaniyat yuksak darajaga yetgan, ayniqsa ilm va zamonaviy ilmlar juda ham qudratda va bu mana shu yillarda demak nima? G'arb, Amerika umuman yo'q hali, umuman zabt etilmagan, okeanlar zabt etilmagan hali. Kemalar uzoqqa keta olmaydi. Kemalar bor. Kemasozlik kemalar bor, lekin kichik va uzoqqa keta olmaydi qirg'oqdan. Chunki orientir yo'qotib qo'ysa, adashib qolsa, demak nima? Ichadigan suvi qolmasdan ovqati qolmay o'lib ketadi. Shuning uchun qirg'oq atroflarida shu ko'rib turib, materik qit'ani ko'rinib turgan joylarda yura oladi, juda uzoqqa keta olmaydi. Ana musulmonlar ustunlabni yasagandan keyin ustunlabda koordinatani bilishni o'rganib olib, ana keyin kemalar uzoq-uzoqlarni kezib, hattoki boshqa bir qit'alarga, Tinch okeanini kesib o'tish, Atlantika okeanini kesib o'tishlar keyin bo'lgan bu yillardan keyin. Kimga suyanib? Musulmonlarning ixtirosiga, ilm fandiga zabt etgan cho'qqilariga, mana bunaqa dahshatli fenomenal ixtirolari ana shu ustunlab bugungi kunning ixtirosida bir juda ham texnologik narsalarning ixtirosiga teng kuchli bo'lgan o'sha yillarda. Va hokazo umuman nima? Butun dunyo hozir teskarisi. Hamma g'arbga qarab taqlid qiladi, g'arbcha kiyim oladi, shuni madaniyat deb o'ylaydi. Kostyum kiysa, ikkita tumachani, bitta tumachasini tepasi taqilishi kerakmish, pasti taqilishi kerak emasmish. Bir odamga ikkalovini taqish yoqar ekan. Nima qilibdi shunga endi? Yo'q, uyat ekan, bu didsizlik ekan, bu farosatsizlik ekan. Qarang, bugungi kundagi insoniyatni yetib kelgan joyini qarang, o'lchovlarni qarang, tarozilarni qarang, bizilib ketganini. Bir odamni farosati, aqli shu kostyumni pastki tumachasini taqmaslik bilan o'lchanadimi? O'zi nima bo'ladi taqsa masalan? Ma'no yo'q, taqlid, ko'rona shu g'arb nima desa modalarni yaratsa bo'ldi, shunga taqlid mana ahvolida. Bo'lmasa hech narsa qilmaydi, majbur emas. Yoki jigarrang tufli bilan qora remen taqib olsa ham ba'zi bir o'zini Yevropani o'ziga bir ustoz tutib etagidan ushlaganlar, etalon qilib olganlar o'ziga biroz kuladi, qara. Didsiz odam qara buni. Jigarrang tufli bilan qora remen taqib olib. Nima qilibdi qora taqsa? Nima bo'ladi? Ishtoni tushib ketadimi? Shimi yechilib ketadimi qora rang taqsa? Jigarrang tufliga jigarrang remenmish va aksincha
qora tufliga jigarrang remень taqsa ham ustidan kuladi. Mana shu ahvolga kelib qoldi. Ana bu yillarda g'irt shuni teskarisi bo'lgan. Yevropa hali uyquda, obrazni aytganda. Mana bu yer rangli tasvir bo'lsa, go'yoki oq-qora tasvir. Juda ham qoloq. Hamma texnologiya, ilm, fan har tomonlama yetuk musulmon olami 1000-yillarda eng qudratga kelgan. Va aksincha ana u yillarda nima? Yevropani boyagi ayollari o'zini dinida yo'q, madaniyatida yo'q u. Nima qilgan? Ro'mollar o'rab, mana bunaqa pardalar tortib olib, yuziga kinolarda ko'ramiz. Bo'lmasa parda tortish o'zi bularning dinida yo'q. Taqlid. Arabcha yozuvlar yozib olib. Ana hozir falonchi Garvardni bitirib ketdi. Falonchi Oxford, Cambridge'ni bitirib ketdi deb maqtanib o'tirsa, bu yillardachi falonchi Andalusiyadagi hozirgi Ispaniya, Portugaliya, Qurtuba bo'lgan poytaxti, Kordoba hozirgi. Kordobadagi falon madrasani bitirib ketdi. Falonchi Misrdagi Azharni bitirib ketdi. Yoki Bag'doddagi mana xalifa Harun ar-Rashid paytida boshlanib, o'g'li Ma'mun akademiyasini, dunyoda birinchi akademiya tashkil qilingan 8-9-yillarda. Ma'mun akademiyasi deydi. Shu u paytgacha bironta joyda bo'lmagan. Dorul Ulum deydi. Ilmlar hovlisi deb obrazda nomlangan nima? Ilm dargohlari. Butun dunyo olimlari kelib shu yerdan o'rgangan Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida, Dorul Ulumda. Mana bu yerda Yevropaliklar buni o'g'li Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida o'qib kelgan degan yillar endi mana. Qanaqa yillar bo'lgan? Hozirgi kunda Garvardni, Stanfordni bitirib kelgan Amerika deydi, maqtanib o'tiribdi odamlar bir-biriga. Xullas umuman aytsa tashabbus musulmonlarning qo'lida. Va dinga amal kuchli. Mana shu yillarda turibmiz. Demak, nima bo'ldi? Uzoq tarixda tabiiy tovar ayirboshlashdan boshlab hamma narsa bu birov buni o'qitmagan hech kim. Bu o'z-o'zidan bo'ladi-da. Menda uyimda sigirim 3-4 ta sigirim bor. Shuncha sut qatuvini nima qilaman men? Qanaqa yeyman? O'z uyimda 5-6 ta oilam borda, shuncha sutni nima qilaman? Menda bu narsa ortiqcha guruchga ehtiyojim bor, yog'ga ehtiyojim bor. Mana bu guruch ekadigan tomorqasida ko'p guruch ekadigan odammi? Guruchga ehtiyoji yo'q. Ko'p o'zida. Uni ham qatiq ichishga kelyapti. Shunaqa qilib oddiy tovar ayirboshlashdan boshlandi. Kelinglar qulaylik uchun bitta har haftani bir kunini bozor kuni qilib olamiz-da, hamma o'zidan ehtiyojidan ortiqcha narsalarni olib chiqsin-da. Eshik taqillatib yuramiz ham qiynalib. Mabodo sizga yaxshi qaymoq olinmagan qatuv kerak emasmi? Mabodo sizga shirin qatuv kerak emasmi? Ha, kerak. Evaziga guruchimiz qolmabdi. Mabodo guruchingiz yo'qmi? deb yurgandan ko'ra, kelinglar. Hammamiz to'planamiz haftada birda. Hamma keladi o'zidan ehtiyojidan oshiqcha narsalarni olib chiqadi. Birdan ayirboshlash bo'ladi. Mana shun bilan shakllandi-da, bora-bora demak kengayib shaharlararo, davlatlararo, oxiri qit'alararo-ga yetib kelganda nima? Mana bu tovarlar universal bo'lmay qoldi. Ana ularga umuman kerak emas ekan tuxum. Qolaversa bu uzoq rastiyalarda bu aynib qolar ekan. O'z-o'zidan oziq-ovqat barteri masofaga ega. Shu masofadan olib chiqib keta olmaysiz. Chunki bu yog'iga go'sht sasib qoladi, tuxum aynib qoladi, xolodilni yo'q. Refrigeratori bor, furalar yo'q. Nima bo'lyapti? O'z-o'zidan sizni tijorat qiladigan radiusingizni nima belgilab beryapti? Olib ketayotgan tovarlaringizni srok godnosti, ya'ni o'shani aynib qolish muhlatidan o'ta olmaysiz-da. U yog'iga ma'no yo'q-da. Achib qolgan palada bo'lib qolgan tuxumingizni birov olmaydi-da u yerda. Va qolaversa, o'sha qit'alararo keskin madaniyatlar, mentalitetlar, dunyoqarashlar farq qilgan o'lkalarga borsangiz, sizni bu tovarlaringizni ko'pini ham olmaydi ular. Nima bu deydi? Men mosh yemayman deydi. Buni bunga ayirboshlashlar o'tsa,
nima qilaman bularni deb qoladi-da ular. O'z-o'zidan demak oltin bu o'zi Xudo tomonidan berilgan ekan, universal ekan, bu hamma yoqda ham erishish qiyin ekan bunga. Bu degani qadrini hamisha saqlab turar ekan. Va unaqa bu chig'anoq emas ekan. Mana bu yerda chig'anoq ajoyib deb bundoq qulog'ingizga qilsa g'uvillab ovozlab beradi-da. Bu yerda qadrli anta dengiz bo'yi o'lkalarda yashaydiganlarga tonna yo'la yotibdi oyoq ostida. Qanaqa bu etalon bo'ladi? Bu yerda erishish qiyin, bu yerda oson. Yoki ananas. Bir paytlar boylarning dasturxonida ananas status edi. Falonchinikiga ziyofatga bordik, stoliga ananas qo'yibdi derdi. Ananas, qarang buni. Ananas buni statusini belgilab beryapti-da. Boylik ramzi, obro' ramzi, ananas oddiy. Ayodachi tropический davlatlarga boring, uyilayapti ananas. Tonna bo'lib, anaqa bo'lib. Po'choq bo'lib ana tekinga olib ketsangchi deyapti. Kech payt boru, ertaga уже aynishni boshlaydi. Olib ketlaring shuni, mana chunki tozalashga ham pul sarflaydi-da bu. Tekinga bersa bu xursand. Chunki tekinga bermasa hozir aravachini olib keladi. Ortuvchi lapatka bilan odamni ortish kerak, unga pul berish kerak. Tekinga berganiga xursand bo'lib yotibdi, qayerdadir-da. Mana bu yerda boylik, obro' ramzi bo'lib falonchi boy uyida stoliga ananas qo'yibdi degan gaplar yaqinda boshda ham bo'lardi o'zida. Yaqin 90-yil, 2000-yil orasida falonchi dasturxoniga ananas qo'yibdi deb odamlar gapirardi. Bu demak etalon bo'la oladimi? Universal tovar bo'la olmaydi. Universal tovar, ayirboslanadigan tovar hamma yoqda birdek qiymatga ega bo'lish kerak. Hamma yoqda unga erishish qiyin bo'lish kerak. 1 gram oltinni olish Afrikada ham qiyin, Rossiyada ham qiyin, Avstraliyada ham qiyin. Hamma yoqda bir xil mashaqqati bo'lgani uchun uni qiymati hech qachon xor bo'lib ketmaydi, hech qayerda. Mana o'sha oltin. Demak, bu Xudo tomonidan berildi. O'zi buni boylik ramziligini o'zi zikr qildi. 3-sura 14-oyatida. Demak, oltinga yetib keldi suhbatimiz o'z-o'zidan va yo'lda qaroqchilar va hokazo bularni yetarlicha gaplashdik va mana shu kartinada to'xtab turamiz. Demak, ana boyigi o'zini dinini nafsiga moslab olgan g'arbliklar, nega unaqa deyapman? Chunki bularni dinida ham sudxo'rlik mumkin emas edi. Qat'iy hech qaysi dinda bu mumkin bo'lib kelmagan. Hech qaysi. Na katolikskiy cherkov, na pravoslav cherkov, na yahudiylarning dini. Hech qaysi din sudxo'rlikka mumkin demagan. Xuddi hech qaysi din o'g'irlik, odam o'ldirish, zino, mana bunaqa katta gunohlar bor-ku, sudxo'rlik katta gunohlarning ichida turibdi. Barcha dinlarda bu qat'iy ogohlantirilgan jazo berib kelingan mana shu katta gunohlarga. Sudxo'rlik ularga mumkin bo'lmagan ularga ham. Katolik cherkov sudxo'rlik qilganini bilib qolsa dorga osgan. Pravoslav cherkov sudxo'rlik yavna qilayotganini bilsa dorga osgan. Yahudiylarning dini bilib qolsa dorga osgan. Endi islom dini mana bulardan ko'ra karrasiga keskin qaytargan. Hattoki shunaqa anaqalar kelgan, hadislar, dahshatli hadislar kelgan. Undan ko'ra har kuni ichib dumalab, loyiga bulanib, kunora zino qilib yurgan odamning ahvoli sudxo'rligidan yaxshiroq bo'lib chiqadi-da, o'qisangiz. Dahshatga tushasiz, namuncha deysiz, namuncha bunaqa. Ana buni suhbat davomida bilib olasizlar. Ana keyin aytasizlar, shu Xudo nima desa so'zsiz ergashirish kerak ekanda o'zi. Men shunga amin bo'ldim, yana takror shu yaratuvchi nimani qilmagin deb tavsiya qilgan bo'lsa boru, ko'p ham afsusjeni qilmay qilverish kerak ekan shuni. Bizga u g'alati ko'rinsa-da, bizga nimasi yomon desak-da, tinchgina boru, tinchgina xo'p bo'ladi desa, shu foydamiz ekan, insoniyatda deb qolasizlar. Suhbatni oxirigacha. Namuncha bunaqa deyilsa-da. Mana buni katta balolarini to'g'risi endi gaplashamiz. Ana endi shu yerda nima bir tizim shakllandi. Uje nima?
musulmonlar buni oddiy boshlanishida, boshida mana muntazam kuzatib kelayotganlar biladi hozir bu suhbatlarimizni. Boshida mana bu yerdagi boy yo'lda qaroqchilarda tilla olganda qo'shnisi chiqib, sizni baribir bu yerda odamingiz bor-ku, Xitoy deylik. Xitoyda hamisha bitta odamingiz o'zi siz olib borgan tovarlarni sotish bilan shug'ullanib, sizga tilla chiqarib turar ekan-u. Keling, mana shu 50 ta tillamni oling deb, mana shu yerda avvalo qoling, yo'lda qaroqchilar oldinga hamma tillamni olib qo'ydi. Katta qarzga botib qoldim. Endi qarzimdan qutuldim deb turib, bu ham nima? Bundan nima ketdi? Naborot o'ziga yaxshi. Buni ham tillasi shu yerda kelyapti qo'liga. Zo'r-da mana hamda. Mamutdek tilla qaroqchilardan o'tib 3000 kilometr yurib bu yoqqa kelish kerak edi. Bu yerdagi bir odam, mana bu boyi qo'shnisini tillasi ham mana bu yerdan 3000 kilometr qaroqchilardan o'tib bu yoqqa kelish kerak edi. Shu yerda o'zida nima? Bundoq bo'lyapti, shundoq. Shundoq bir-biriga o'tib qo'ya qolyapti, bo'ldi. Yo'lda umuman tilla yurmayapti. Bu bunga beryapti. Sotuvchisi bunga beryapti. Bu ham xursand, bu ham xursand. Demak, mana shunda bir parcha oddiy qog'ozga, oddiy. Ana Xitoy qog'oz shu yillarda bor uje. Sifatli Xitoy qog'oz. Qanani qog'ozdan bir parcha olib berchi yirtib, bundoq yirtgan, betartib yirtgandir ham. Mana bu odam meni qo'shnim. 1000 ta tilla berdi menga tanga. Sen bunga mana shu qog'ozni qo'lingga olishing bilan shu qo'shnimga 1000 ta tilla tangani berib yuborgin deb o'zini muhrini bosib bergan. Pocherki bunga tanish, chunki bu oldin ham bundan xatlar olgan. Xat tizimi o'sha yo'lga qo'yilgan bu yillarda. Oldin ham xatlar olgan, buni pocherkini taniydi, yozish uslubini taniydi. Savodli odam bu, xat tanimaydigan, hisoblashni, qo'shuv ayruvini bilmaydigan odam o'tirmaydi bu yerda. Bu boyiga shuncha katta qiymatga ega bugungi kuni nominalida million dollar bo'ladigan tovarni sotishga oddiy na savodi bor, na hisoblashni bilmaydigan odamni qo'yib qo'yadimi bu ham? Albatta gрамотный odam bu. Mana shundan boshlanib, oxir nima bo'ldi? Bu narsa tizimlashib ketib qoldi. Tizimlashib ketib, juda set bo'lib ketdi. Katta shaharlarda, Misrda ham bunaqa narsa turibdi. Bag'dodda turibdi. Kofada turibdi. Damashqda turibdi. Samarqandda turibdi. Keyingisi O'shda turibdi masalan. Qashqarda turibdi. Xitoyning bitta nima? Lanjou degan provinsiyasida turibdi, Lanjouda. Nima? Andalusiyada, Kordobada turibdi. Bu narsalar nima bo'lib ketib qoldi? Set bo'lib ketdi. Set. Musulmonlar birinchi qildi buni. Transfer xizmatini. Chek tizimini saqidi o'sha. Saqqa keyin ko'rinishi o'z nomi ham o'xshab ketyapti, bilayotgan bo'lsanglar. Saq, chek. Sak daji, saq emas, sak. Bu chek. Hozirgi Yevropalar chekini ishga olib, o'zi gerda yurt. Bu yoqdan o'rgangan hammasi. Mana bu noinsoflar hamma narsani mana shu yillarda musulmon olimlari, musulmon tijoratchilari, musulmon moliyachilari bugungi kunda tillayotganda musulmon moliyachilardan o'rganib olib, hozir o'zi ustidan kulib, xuddi o'zi bularni o'zi qilgandek, xuddi bu onasini qornidan shunaqa tug'ilgandek hozir nima? Mana bular qoloq, madaniyatsiz. Biz olimlarimiz, biz oqsuylarimiz deb o'zini o'zi xursand qilib o'tiribdiki, noinsoflar tarixi bir varolasin bular. Istalgan odam tarixi bir faktlarni varolanglar. Ana shunda bilasizlar, kim o'zi bularni muallifi-yu, kim ko'chirmachi, kim asl avtoru, kim plagiat. Plagiatlik bilan shu kunga keldi bular. G'arb plagiat bilan birovni ixtirosini, birovni sistemasini, birovni ilmini shunchaki o'ziga o'zlashtirib olib, kopiya qilib shu kunga keldi. Lekin baribir bularning orasida ham insoflilari bor. 5 qo'l baravar emas. Yevropaning ichida insofli tarixchilar albatta yozdi, ular ham turibdi. Mana manbalarda. Biz dedi Qurtubada, Andalusiyaning poytaxti. Ya'ni mana bunaqa katta musulmon imperiyasini g'arbga ko'tarilgandagi oxirgi chegaralari. Mana shu oxirgi davlati. Biz Qurtubada
ispan inkvizitsiyasi yoqib yuborgan kitoblarni ichida omon qolib chala yonib qolganlarini 10 dona kitobni ichidan sug'urib olib, qolgani kul bo'lib ketgan. 10 kitob omon qolgan, baxtimizga omon qolgan kitoblarni, texnik kitoblarni aytyapman, diniy emas. Matematika, geometriya, arifmetika, bugungi kundagi programmirovание, geografiya, osmon ilmlari, yulduzlarga qarab orientir olish, usturlab qanaqa yasaldi, usturlabda ishlash prinsipi qanaqa va hokazo. Ispanlar yoqib yuborgan Kordobadagi kutubxona bitmas tuganmas ilm manbasini ichidan 10 dona omon qolgan kitobni o'qib, shu taraqqiyotga erishdik deb yozgan insoflilar. Endi faraz qiling, o'sha bibliotekalar yonib ketmaganda biz hozir osmonlarda uchib yurgan bo'lardik. Uchar likopchalar, uchar mashinalar yaratib deb insoflilari yozgan, qayd etgan, e'tirof qilgan, turibdi u yozuvlar. Lekin ko'pi nima? Ko'pi noinsof, tuhmatchi, nonko'r, tuzini yeb tuzlig'iga tupuradigan mana shunaqa, demak, keyin shakllanib ketdi. Bularni o'zini hozir loy otib yotadi. Mana deydi bular vahshiylar deydi. Ularni eng katta buni loy chapadigan tuhmatlarini biri uni gaplashdik. Mana deydi. Ikkita odam deydi. Buni zo'rlamagan deydi. Qo'y, badan buniki, sen nima ishing bor? Ayolli badani o'ziniki, erkakning badani o'ziniki. Bu zo'rlasa ham mayli edi. Zo'rlab, bir joyda poylab turib, birdan hamla qilib, kuch ishlatib qo'shiladi-yu, zino qiladi, kuch ishlatib. Zo'rlamagan bo'lsa, bir-birini yaxshi ko'rar ekan. Nima ishlaring bor seni? Bir-biri bilan yotadimi, turadimi, quchoqlashadimi? Senga nima? Badan o'ziniki bo'lsa, shunga endi toshbo'ron qilish kerakmi? Vahshiylar deb bitta loy chaplaydigan joyi shu o'zicha. Buni gaplashdik. Mana bu yillardan keyin yana 1000 yil o'tgan bo'lsa, umuman islom dini tushgandan bu yog'iga boru barmog'ingiz bilan sanolmaysiz. Boshqa jinoyatlarga sandiq yetmayapti-yu, boshqa jinoyatlarga sandiq hozirgi zamonaviy jinoyatlarga sig'magandan sandiq dela bo'lib ketgan-u. 10 ta barmoq emas, qarang, ikkita qo'lim, bitta qo'limni ham yashiraman. Bitta qo'limni barmog'ichalik mahkama nima qilgan? Mana bular tuhmat qilganda urib toshbo'ron qilmagan. Nega? Uni gaplashdik. Chunki bu umuman matematik mumkin emas. Bu ish fosh bo'lishi. Agarki o'sha erkak va ayol biza gunoh ish qilib qo'ydik, yur jazoimizni shu dunyoda olaylik, narigi dunyoga qolsa og'ir bo'lardi. Rozimisan? Yur mahkamaga deb o'zi borib, biz shunaqa qildik demasa, hech qachon bu ish sodir bo'lmagan. Bu matematik mumkin emas. Nega? 4 ta odam, bir-biri bilan kelishmagan 4 ta alohida odam bitta voqeani ko'zi bilan ya'ni o'sha akt kirib chiqayotganigacha ya'ni ovozi ham o'tmagan, ovoz ham ketmaydi. Ko'zi bilan ko'rmaguncha bu hukm o'qilmagan bularga. Bu nima degani? Hech qachon o'qilmagan degani. Chunki nima? 4 ta odam hech qachon uni ko'rmaydi. U xilvatda qilinadi, bekitib qilinadi. Bozorga chiqib qilmaydi hamma. Gavjum joyiga borib turib boshladimi? Davay yechin, davay tez boshladimi? Mana shu hozir hamma guvoh qilib qo'yamiz deyish kerak. Uning uchun sog'lom bo'lish kerak emas ular. Unda mana bari 5 ta bo'pti-ku. 5 ta bo'lgani o'zi borgan hammasi. O'zi bunaqalar kam bo'ladi. 1000 yilda 5 ta ham chiqmagan. 1000 yilda. Chunki hamma ham boravermaydi biza. Gunoh qilib qo'ydik, yur. O'zimizni mahkamaga topshiramiz demaydi hamma. 1000 yilda 5 ta ham yo'q narsani bular kunda kunora mana bularning ahvoli, ikkita odam bir-birini yaxshi ko'rib, bularning vahshiyligi, ikkita odam bir-birini yaxshi ko'rib yotibdi, endi shuni shuncha qilib tashlash kerakmi? Toshbo'ron qilib vahshiylar degan safsatasi mantiqsizligi o'zi shu yerda ko'rinib turibdi. Va qolaversa, bu narsalar o'zi bekorga qilinmaganida, endi savol bo'lsa,
Xo'p, o'zi rostdan ham ikkitasi rozilik bilan bir-biri bilan yotib yursa, nima buni anaqasi bor masalan? Zo'rlik ishlatmasa, zo'rlik ishlatsa mayli, urib nima qilsa, toshbo'ron qiladimi, qamaydimi, osadimi, qilichni kallasini oladimi? Zo'rlik qilsa mayli. Zo'rlik qilmasa, buni nima anaqasi bor deyishi mumkin bir xilla. Chunki nima? Xudo o'zi odamlarni yaratgan o'zi biladi-yu. Hamma o'zi yasagan narsasini biladi-da. Avvalo o'zi bu Xudo aytgani uchun so'zsiz qivuriladi. U sababiga so'rab o'tirilmaydi aslida. Aslida mana ichkilikni alkogol. Alkogol ichmaylar dedimi Xudo? Bir xil aytadiki, men deydi alkogol ichib to'polon qilmayman birovlarga o'xshab. Birovlar ozgina ichib olsa, darrov shoxi chiqadi hamdan. Ikkita shoxi o'sib chiqadi-da, tajovuzkor bo'lib urushga o'laydigan bo'lib qoladi hozir. Kimlardir jig'iga tegib urush chiqarsa-da, mushlashib maza qilsa. Ichmasa to'ppa-tuz u. Ichishi bilan birdan shoxi o'sib chiqib, birdan bir buqaga aylanib qoladi. Yana bittasi uyga borib xotinini uradi, yana bir odam qotillik qilib qo'yadi, ichkilik dedim, bilmasdan jahlimni chiqaruvdi. Oshxonada o'tiruvdik, ichib, yonimda pichoq bor edi, olib zakusga kesgan pichog'i o'shani. Pomidor bodring kesib, ichib o'tiribdi. Orada gap qochadi-da, ichgani mana, aql ketadi-da ichsa. Sen nimaga shama qilyapsan deb qoladi to'satdan. Yo'q, men unaqa ma'noda, yo'q deydi, sen mana nima deyapsan sen? Sen meni mana bunaqa demoqchimisan deydi, birdan qaynab ketadi. Hozir zakusga kesib o'tirgan bir-biriga hozir do'sidi, bulardan aqli yo'q edi hozir 10 minut oldin. Voy, bir-birini o'tkazishga joy topa olmay. 50 olib zakuskasiga bir-birini o'pib qo'yyapti-da. Keling, bu safar zakuskaga bir o'pib qo'ying sizni deb bir-birini o'pib, o'tkazgani joyi yo'q edi hozir 10 minut oldin. 10 minutdan keyin pichoqni olib chavolab tashlab o'tiribdi. Mana alkogol. Xo'p, endi ba'zilar aytadi. Men shunaqa emasman. Rostdan bor shunaqalar. Men shunaqa emasman. Men uyga boraman-da, ozgina stress kuni bilan shu miyada ozgina unutaydi, stressni sinima yechish uchun ko'p ham ichmayman, ozgina ichaman. Nabarot ichsam dobri bo'lib qolaman men. Ichsam kulib, shunaqalar bor ana. Uydagilar ham ichgan holatini yaxshi ko'radi, uydagilar, oilasi. Ichmaganda biroz jahldor, biroz xotinni urushganda ichib olsa, undan zo'r odam yo'q. Birdan kulib, ona qizim ayoliga qarab, bugun juda ochilib ketibsiz, go'zalim deb, juda anaqa. Ichmasa nabarot qizini urush bergan, ayolini ne uni qilib qo'ymading degan, biroz tajovuzkorroq ichib olsa juda zo'r bo'lib qoladi. Men shunaqaman. Nima o'zimni bilib, nimasi buni yomon deydiganlarga hamma shunaqa emas-da, mana gap qayerda. Endi masalan, Xudo o'zi yaratgan narsani sheriksiz, hech qanaqa sheriksiz o'zi 100% hammasini o'z qo'li bilan, qo'li bu yerda bukvalni mana bunaqa qo'l emas, majoziy ma'nodagi qudrat qo'li. Qudrat qo'li bilan yasagandan keyin o'zi biladi-da. Masalan, bitta elektromobil yasalibdi. Elektromobil. O'sha elektromobilni dvigatelini bir odam yasabdi o'zi. Hammasini o'zi yasabdi. Eskizidan tortib, chertyojdan tortib, vintlari, ichidagi porshini, kolsasi, shatuni hammasini o'zi yasabdi. Bo'ldi, bu odam uchun shu savol, любой savol bersa javob bera olmasligi mumkinmi? Mumkin emas. Mana qanaqasi bunaqa deydi. Millimetrgacha, kolsani diametrigacha, nechta taqqanigacha, shatunning uzunligi, tegini diametri, ichiga qanaqa moy solingan, moy sepadigan teshigi necha millimetr, tepada necha millimetr, raspridvallarni, kulachoklarni uchi markazga nisbatan necha millimetr,
o'zi qilgandan keyin nima hammasini o'zi biladi. Lekin o'zi buni qilibdi-da, lekin elektrikasini boshqa elektrikli qilgan ekan. Va zadniy most, peredniy most, boyagi reduktor, skorslarni boshqalar qilgan ekan. Shunda elektromobil bitgandan keyin agar so'rasaki, dvigateldan so'rasa hammasini aytib beradi. Elektrikadan so'rasa nima deydi? Yo, bunisini mana bu jamoa qiluvdi-da, mana bular. Mana bu elektriklar boshlig'iga boring. Uni sizga ipidan ninasigacha aytib beradi. Qayerda qanaqa sim tashagan, nima secheyni, mismi, alyuminmi? Chunki men qilmaganman deydi mana. Xudoda shunaqa sheriklar yo'q. Sherik bo'lganda ba'zi narsalarni bilmay qolardi. Sherik yasagan narsalarni o'zi yo'q o'sha joyda. Kelmagan masalan. Mana bu ishlar dushanba, seshanba, chorshanba kelibdi-da o'sha zborishni joyiga. Payshanba, juma kelmay qopti. Payshanba, juma kungi ishlarni bilmaydi-da bu. So'rasa, o'sha kuni men 2 kun kelmadim-da, uyimda ishim bor edi. Men shu joyda qatnashmay qoldim. deydi. Yaratuvchi Xudo o'zi eskizidan tortib, buni dizaynidan tortib, ichi, chavob, molekulasiyu, atomiyu, protoniyu, elektronidan tortib hammasini yagona, mutlaq sheriksiz, yagona ijodkori o'zi bo'lgandan keyin qanaqa qilib unga bir narsa sirli bo'lib qolishi mumkin? O'zini hammasini biladi, hattoki fikrni ham biladi Xudo. Nega? Chunki fikr ham materialniydi. Fikrim bormi? Demak bu mana shu borliqda bordi fikr. Yo'q narsani qanaqa bor deymiz? Masalan, mana polka bor, tokcha. Tokchada talinka, piyla, chashka, bir nimalar turibdi. Mana turibdi deymiz. Endi faraz qiling, tokchada desa, yo'q narsa, mana 2-3 ta yo'q narsa turibdi desa qanaqa bo'ladi u? Tokchada qanaqa yo'q narsa turishi mumkin? Nima deyapsan desa, tushunmadim. Tokchada nimadir turibdimi? Ha, nima turibdi? Yo'q narsalar turibdi desa qanaqa bo'ladi? O'zi yo'q narsalar. Ya, sen aql jinnimisan sen? Yo'q narsa ham turadimi? Shundoq ekan, odamning fikri nima? Yaratuvchi uchun yo'q narsa emas. Va meni miyamdagi mana buni bir xilda ko'tara olmaydi. Insonni qalbidan kechib turgan narsalar, o'ylab turganigacha biladi yaratuvchi desa, qanaqa qilib deydi. O'ylayapsanmi? Demak, bor narsa u. Yo'q narsa turmaydi. Miyamda xotiralaring, o'y xayoling bormi? O'ylab turibsanmi? Yo'q bo'lganda o'ylayolmasding u. Modomiki bormi? Bo'ldi. Bor. Demak, mana shu borliqda bor. Shuni ham biladi. Chunki tokchada yo'q narsa tura olmaydi. Bormi? Tokchada turibdi. Kuzatuvchi ko'rib turadi uni. Shundoq ekan, o'zini ijod mahsuli bo'lgan bandani yaratuvchidagi daqiq biladigan, umuman bir joyini bilmay qolishi mumkinmi? Mumkin emas. Sheriksiz boshdan oyoq hammasini o'zini proyekti, dizayni, eskizi, chertoji mutlaq o'zi yaratib qo'ygandan keyin o'tda bir nimani bilmay qolishi, bexabar qolishi mumkin emas-da bu. Chista dinni chetga surib turing. Chista matematik ham mumkin emas-da bu. Demak, yaratuvchi o'zini bandalarini bilgandan keyin avvalo bitta narsaga kelishib olish kerak. Yaratuvchining hukmlari kelinglar shuni hayotdagi rostdan ham bekorga emas ekanda. Mana bu narsani mumkin emas degdi, rostdan ham ko'p odamimiz sog'lig'ini yerkan, zarar bo'lar ekan. Alkogol mumkin emas degdi. Alkogol jigari quritar ekan. Alkogol miyaga zarar. Buni meditsina doktorlar isbotladi. Qaqshatkich zarbalari bor ekan badanga. Shuning uchun ham mumkin emas qilgan ekan deb, bu yerdagi hayotdagi buni voqelikdagi buni ta'sirini qidirib, topib turib keyin tark qilinmaydi. Yaratuvchi aytgani uchun tark qilinadi. Buni bilib olish kerak-da. Yondashuvni. Yondashuv yaratuvchi aytgani uchun tark qilinadi. Va qolaversa deb gapiriladi. Qolaversa rostdan ham shunda ko'p zararlar bor. Ya'ni yaratuvchini bironta narsasi yo'qki,
zapret qilgan, shuni rostdan ham odam badaniga yo jamiyatga shuni zarari bo'lmasin. Har qanaqa zapret qilgan narsani badanga ham, jamiyatga ham keskin zarari bor va har qanaqa buyurgan narsasini qilgin deb odamni o'ziga va jamiyatga keskin foydasi bor. Lekin bu degani ayni foydasi bo'lgani uchun qilamiz va ro'zani organizmga foydasi bor ekan. G'arbliklar ham diniy tomondan qaramasa ham din razgruski deb va organizmni oshiqcha yuklar, shlaklardan tozalash kuni qilib olgan o'ziga bir kun. Bir kun ular ham kuni bilan och qoladi. Mana ularning yondashuvi qanaqa-yu, chista badan tozalanar ekan deb. Sog'lomroq bo'lar ekanman, bir haftada bir och qolsam deb qilyapti ular. Ana musulmonlar unaqa qilmaydi. Musulmonlarda to'g'rilab olish kerak yondashuvni. Yondashuv yaratuvchi buyurgan narsalarni foydalari, zararlarini hayotda aniqlab turib keyin qilinmaydi. Yaratuvchi etgani uchun qilinadi. Bu zotni hurmatidan, bu zotni so'zi yerda qolib ketmasin. Biz bu zotni yaxshi ko'ramiz va itoat qilamiz. So'zsiz biz buni tafsilotiga kirishmaymiz deb turib amal qilinadi, lekin buni rostdan ham hayotda tafsilotlarini bilsa, o'zini foydasiga bo'lib chiqadi. Mana bunaqa qarash kerak. Hammasi yaratuvchida bironta narsa yoki foydali, real hayotda ham foydali narsani zapret qilib qo'ygan bo'lmasin. Unaqasi yo'q. Hamma zapret qilgani o'ta xatarli, hamma qilgin degani aslida inson uchun foydali bu. Aslida jamiyatda o'ziga kerak bu ishlar, shuni tushunib olish kerak. Voy bu olamda, bu borliqda trillionta galaktikalar bo'lsa, o'sha trillionlarning ichida qum zarralarini, mana cho'ldagi qumni faraz qiling. Cho'lda qancha qum bor? Shuncha qumning ichida bir dona qumi bor-ku, bittasi. O'sha bizani Samo yo'li galaktikamiz. Samo yo'li bittasi. Samo yo'lini o'zini ichida milliardlagan yana bitta cho'l desak, o'shaning ichida bittasi yerni ichida o'rmalab yurgan katta yerni bir nuqtasida o'rmalab yurgan insonmiz. Hayotimiz arzimagan 70-80 yer. Bu ko'lamda, bu masshtabdachi bu gapirishga arzimaydigan vaqt bu. Gapirib o'tirishga arzimaydi. Nol ham katta bundan. Mana yonadi o'chyapti. Bitta iskrani faraz qiling, lip etadi iskra. Mana insonning hayoti bu ko'lamdacha lip tug'ilib, chaqaloqdan katta bo'lib, maktabga chiqib, universitetni bitirib, ishlab, yashab, nevarali bo'lib, qarib o'lguncha bo'lgan uzoq vaqt ko'ringan narsa bu ko'lamdachi bitta iskra ham bundan uzoqroq, iskrachalik emas. Inson tug'ilishi bilan o'lyapti-da. Tug'ilmay o'lyapti-da inson. Bu masshtabda. Ana bu inson mana bu yerda qilib yurgan ishlarini, mana bu ko'lamni egasiga endi nima anaqasi bor? Umuman u sizni so'ygan qo'yingiz u, sizni ro'zingiz u o'zingiz uchun kerak u, baraka topgur. Undan yaratuvchiga bir energiya, bir narsa borib qolmaydi. Tiq etib o'zgarmaydi. Mana bu mulk, mana bu dahshatli gigant tizimni ichida nechta tiq etib o'zgarmaydi biron narsa. U o'zi uchun kerak u. Lekin nega qadrlanadi? Nega qadrlanadi? Ana shu mittagina hayoti o'zi bir iskrachalik ham emas bo'lgan, o'zini nolchalik bo'lmagan mana shu mittagina o'rmalab yurgan narsa, ya'ni inson. Yaratuvchisini hurmatidan hali o'zi ko'rmagan, biron marta gaplashmagan. Prosta xabarlarga ishonib, prosta payg'ambarlar olib kelgan xabarlarga ishonib, qo'lida turgan naqd shundoq ushasa maza qiladigan, shundoq yesa maza qiladigan narsani o'zi ko'rmagan, gaplashmagan, o'zi uchun hali mavhum bo'lib turgan zotni hurmatidan tark etishi mana bu qadrlanadi. Mana mag'zi nima masalan. Yaratuvchi mana shuni qadrlaydi. Qara deydi bandani. Xilvatda bitta ayol bilan yolg'iz qoldi. Hech kim yo'q, hech kim bilmaydi. Aniq, u ham rozi, zo'rlash yo'q. Rozi bo'lib turibdi.
O'zi chaqirib turibdi to'shakka. To'shakka chorlab turibdi. Bir yoshi o'tib qolgan, ko'rimsiz ham emas. Yosh, jozibador bo'lib turgan, o'zi chaqirib turganda qara. Bundan hech narsa ketmayapti. Naqd qo'lida turibdi bir rohat. Bir drive deylik. Shunda uzatsam qo'lim tegadi badaniga. Shunda uzatsam bo'ldi. Mutlaq o'zi rozi, xilvat. Hech qanaqa qo'rquv yo'q. Shunda uzatsam qo'lim yetadi badaniga. Ha? Mana shu lazzatga deylik. Qarang. Ko'zi bilan ko'rib turibdi. Qulog'i bilan eshitib turibdi ovozini. Qo'li bilan ushisi badanini real his qilib turadigan narsani o'zi ko'rmagan, o'zi gaplashmagan, biron marta ovozini eshitmagan. Biron marta narigi dunyodan birov qaytib kelib bunga gapirib bermagan. O'lib tirilgan odam yo'q. Bir o'lib, bir yildan keyin qarasa, kelibdi tirilib. Ha, desa, men u yoqda shu narsalarni ko'rdim, hammasi bor ekan. Unaqa qilmanglar, men guvohman, men ko'rgan narsalarni ko'rganinglarda tamom bo'lasizlar deb gapirib bermagan. Mutlaq mavhum narsani deb naqd narsani tark etyapti-yu, mana bu salmoqli ish bu. Mana bu tarozini bosib tashlaydigan ish bu. Mana shu qadrlanadi. Yaratuvchi shunga qarab turibdi. Uni ani siz men ehson qildim, men uni qildim, kechasi bilan namoz o'qib chiqdim, to'g'ri, ular kerak, lekin mohiyatni bilib olish kerakki, bu yerda masalani mohiyati insonni nafsi xohlab tursa-da, shuni qilgin deb tursa-da, o'zi ko'rmagan, eshitmagan, hali biron marta gaplashmagan, bu uchun g'irt mavhum bo'lib turgan bir zotni hurmatidan real qo'lini uzatsa yetadigan, og'ziga solsa shunday mazasini biladigan, shunday ichib olsa kayfini biladigan, shunday ushisi lazzatini oladigan naqd narsalarni tark qilishi mana bu salmoqli ishlardan bu. Mana shu qadrlanadi. Dinni asli mag'zi shu. Buning uchun nima qiladi? O'z navbatida mana shu shahvatlar kirgizib qo'yish kerak edi. Qanaqa bo'ladi u? Men xursand bo'lib o'tiribman deb, mana buni qara. Mani deb shahvatidan, naqd bo'lgan zinodan, xilvatda men esiga chiqib ketib qoldi-ya. Desamda, buni o'zi shahvati bo'lmasa bunga. Shahvati yo'q umuman. Talpinish yo'q. U qanaqa bo'ladi u? Shu qadrlanadimi o'zi? Yo'q, aynan kirgizib qo'yib turib, keyin kuzatilyapti, sinalyapti. Kirgizib qo'yilgan shahvatlar. Mana bu mag'zi. Ana endi yaratuvchi o'zi bandalarni yaxshi bilgani uchun mana alkogolga kelsak, shu to'g'ri, biz yaratuvchi qilmagan degan shu zotni hurmatidan o'zi tark etaveramiz. Lekin buni rostdan ham hayotdagi tafsilotlari insonga juda ham badaniga zarar berishi, keyingi tafsilotlari ham bizning foydamizga bo'lib chiqyapti-da. O'zi biza shu organizmga zarar uchun qilmayapmiz tark. Yaratuvchini hurmatidan qilyapmiz. Chunki shu qadrlanadi deyildi, shu qadrlanadi. Mag'zi shu bir nichtojisi, gigant galaktika borliqi ichidagi zarradan battar Somon yo'li galaktikani ichida battar zarradan battar yerni ichidagi bir o'rmalab yurgan bir inson hayoti mamincha 70 yil bizga katta. Bizning galaktikamizdan o'sha zarrasi degan galaktikamizdan nur 100 ming yilda kesib o'tadi, nur. Milliard yilda ham yetolmaydigan galaktikalar qarang, fazoda turibdi. Bu galaktika mana bu galaktika. Nur chiqarib yorsangiz milliard yilda mana bu yerga yetib kelmaydi. Mana bu ko'lamni ichidachi, bu insonning 80 yillik hayotichi voy gapirib o'tirishga arzimaydi-da. Bu bilmayman, 0 soni bor-ku, 0 soni ham bundan kattaroq-da. 0 ham katta bundan, qarang. Inson mana shu haqir bo'la turib endi olamni yurishini qarang buni. Yurishi olamni bizib bunday qilib tashlayman, bunday qilib tashlayman deb tajovuz qilib bir-biriga mol dunyo talashib,
o'ldirib bir-birini. Voy, nimalar qilib yuribdi-da, lip etib yonib o'chyapti o'zi. Lip yonib o'chyapti. Tug'ilmay o'lyapti o'zi. Bu ko'lamda, masshtabda. Demak, tafsilotiga kirishsa, men o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim, agar hamma alkogolni bir xil ichib bezarar, hamma добрый, quvnoq, nabarot bo'lib qolganda edi, shundan hamma jinoyatlarning onasi deyiladi. Barcha jinoyatlarda salmoqli qismida alkogol qatnashgan. Bu meni gapim emas, mana statistika, mana voqelik guvoh. Butun bir kechada, bir 24 soatda yer sharida sodir bo'layotgan jinoyatlarni taftish qiling, 70% alkogol ostida bo'ladi. Nega? Alkogol miyani to'g'ri ishlashini burib qo'ygandan keyin bo'ladi-da. 70% alkogol ostidagi ishlar bo'lib chiqyapti. Mana buni balosi nima ekani, hamma ham bizani uyda zo'rlarda odamlar, nabarot adam ichmay kelsalar yomonlar. Talabchanlar, nimaga meni spirilmadi deb meni urishib tashlaylar deydi qizi. Ovqatingni bunaqa biroz tuzi kam bo'libdi deb ayollarni urishib tashlaydi, talabchandi. Nabarot adam zo'rlar, ichib olsalar ozgina. Ona qizim, tilla qizim, voy ayolim, bugun ochilib ketibsizmi? Go'zalim, siz dunyodagi eng go'zal ayolsiz. Ota o'g'il, polvon, suyangan tog'im. Undan yaxshi odam yo'q. Biza nabarot adam ichib kelsalaydi ozgina, menchagina deb o'tiramiz. Deydigan bo'lganda edi barcha insoniyat. Men o'ylaymanki, alkogol ham o'zi ruxsat bo'lardi unga. Ana odam unaqa emas-da, hammasi. Uni biladi-ku, yaratuvchi o'zi yasa, o'sha gap. Buni sheriklar bilan yasamaganda, chorshanba kelib, payshanba kuni bormadim, men bularni qilib qo'yishibdi, o'shaning uchun buni bilmayman, men o'sha kuni qatnashmadim desa-da, sheriksiz mutlaq yagona o'zi buni eskizidan tortib, chertojidan tortib, dizaynidan tortib, his tuyg'usigacha, qonida oqib yurgan gemoglobinidan tortib, miyasini ichidagi atom ichidagi g'iz aylanib turgan elektronigacha o'zi ijod qilib qo'ygandan keyin hattoki fikr materialni deyildi. Fikr bormi? Demak, borlikda bor bu. Borliqda yo'q narsa bor, mamda tura olmaydi. Turibdimi? Demak bor. Polkada o'sha gap. Polkada yo'q narsa tura olmaydi. Polkada bor narsa turadi. Fikr materialnimi? U materiallar ham egasi bor. Istalgan materiallar yaratuvchisi bor. O'zidan fikrni ham o'qib turibdi. Ana o'zi bilgani uchun nima qildi? Men shunaqa bo'la olmaysan, men odamdaka deydi-da. Jinoyatlarning onasi bu. Hamma 70% jinoyat shu ostida bo'lgani uchun nima qildi? Mumkin emas qildi. Va zinoga kelsak. Nimasi yomon? O'zimni tanishim, yaxshi ko'raman, zo'rlamayapman, u ham rozi, men ham roziman. Nima qilibdi endi shu bir quchoqlashib bir ozgina o'tirsak. Bir-birimizdan lazzatlansak, nimasi yomon buni? Hayot shu zavqlari bilan go'zalda, nima bu? Hayotga kelib biz ham zavq olishga haqqimiz bormi? Deganlarga nima? O'sha gap, alkogoldagi gap. Hamma ham kelishib, yaxshi ko'rib qilmaydi. Ertaga mana zo'rlaganlar ko'p, tajovuz qilganlar ko'p. Shu ayolga yetishish uchun, shu ayol bilan yotish uchun erini o'ldirib, unaqa qilib, qancha jinoyatlar qilingan tarixda bitta ayolga yetish uchun. Xalqlar qirib olingan, xalqlar qirilgan bitta ayolga yetishish uchun. Mana bu kimdir bir tajovuzkor odam, zolimmi shunga ishqa tushib qolgan ekan, shunga yetish uchun shaharlar qirib olingan paytlar bo'lgan tarixda. Mana nimaga mumkin emas qildi buni? Hamma ham kelishib, hamma ham bir-birini yaxshi ko'rib, zo'rlash akti yo'q holda bo'lmagani uchun ham qilindi, alkogolga o'xshab.
hamma ham alkogolni ichib добрый bo'lmaydi-da. Bittasini shoh chiqib uradi, o'ldiradi mashinada. "Yo, men hayda olayman, yo ichib rulga o'tirma. Ya men bilyapman o'zimni nima deyapsan?" Ichgan odam o'zini atsenka qila olmaydi. Men zo'rman deb o'ylaydi. Qo'y shu mashinada ketma. Taksida keta qolgan. Nima deyapsanlar? Men hozir bilasanmi? Kerak bo'lsa sanlar bilan poyga o'ynayman. Miyani nima? Alkogol noto'g'ri ishlatib yuboradi-da. Boradi uradi bittasini. O'zi xohlamagan to'g'ri, miya tupit qilib qoladi, reaksiyalari so'nib, odam chiqib qolganini treviy odam adekvat bo'ladi. Voqelikni birga bir atsenka qiladi. Alkogol ostidagi odam voqelikni birga bir atsenka qila olmaydi. Mana gap qatta. Qars etgandan keyin bir uyg'onadi, nima bo'ldi? Odam urib qo'ydim deydi. O'zi xohlamagan, lekin bo'larish bo'ldi-yu. Nima o'zi xohlamasa endi buni kechirib yuborish kerakmi? Ha, bechara bu qasddan qilmabdi. Kechirib yuboringlar buni. Ne o'tirdi rulga? Ana erkak kishi bo'lgandan keyin gap otadi-da. Erkakni erkakligi shunda-da. Chiroyli ayollarga gap otmasa nima qilib yuribdi u? deydigan oliftalar. Erkak kishi bo'lgandan keyin ozgina oladi-da, nimasi yomon buni? deydigan oliftalar. Aqlsizlar. Mana nima bo'ladi? O'sha oliftalar bor-ku, geroylar o'tirib olgan, yalpayib, choyxonada. Chiroyli ayollarga gap otish nimasi yomon ekan? Erkak bo'lgandan keyin degan boyga choyxonada yalpayib o'tirgan olifta, befarosat. Xudo saqlasin, hech kimga men tilamayman. Ertaga o'zini qizini kimnidir zo'rlab bir nima qilsa, keyin bu uyg'onib, keyin boshqacha qarab qoladi. Yomon narsa bu deb. Yomon ekanmi? Shu nuqtaga yetib keldingmi? Boshingga tushmaganda, tanasi boshqa dard bilmaydi deydi. Peshanang urilmagan desan, hayotda duch kelmading desan, silliq chiqib ketib qovurding-da hamma vaziyatdan. Sovug'ini yemading-da, o'shancha o'tiribsan gerda choyxonada. Gap otmasa qanaqa erkak deb. Zino qilmasak nega keldik bu dunyoga deb. Ozgina olamizda erkak bo'lgandan keyin. Men uni tilayotganim yo'q. Xudo saqlasin. Lekin bu hayotdagi voqelik shunga guvohki nima? Ana o'sha oliftalarni Xudo saqlasin kimnidir mashina ichib olib. Yomon narsa bu. Tilamayman hech kimga. Zuvano bo'lib kelib keting. Ichidan sizni adresingiz hujjatlar chiqdi. Bechara nobud qilgan. Kim ekan bu marazni pichoqni olib qidirib qoladi endi. Ha desa bitta bola choyxonada ichib olib rulga o'tiribdi-da. Qasddan qilmadim deb turibdi. U nima qasddan qilmasa bo'ldimi? Odam o'ldi-ku. Nima? Ana sovug'ini yegandan keyin choyxonada bunaqa gerdek o'tirish birdan to'xtaydi-da. Alkogol yomon narsa, nafrati paydo bo'lib qoladi. Alkogolli deb oilasida bittasi nobud bo'lib ketdi. Endi nafrat paydo bo'ladi. Baribir shu nuqtaga yetib keldingmi? Qo'y nima qilasan? Oliftagarchilik qilib yaratuvchi uni ko'rib turibdi-yu boshidan oxirigacha. Biz ham bitta yurimiz, mana unda joyda. Yaratuvchi uni global dunyoni yaralishidan tugashigacha bo'lgan kartinani ko'rib o'tiribdi, bilib. Qo'y nima qilasan? O'zingcha oliftaga aql o'rgatib, hobdi bo'ldi, bekorga qilinmagan bu. Hobdi qo'y. Peshanang urilgandan keyin uyg'onding. Innamasdan itoat qilur bo'ldi, bekorga gapirmaydi degan bo'l, ishongin sen yaratuvchiga. Bekorga gapirmaydi u. Oliftagarchilik yig'ishtir. Peshanang urilsa birdan ko'zing ochilib, bu tomonga o'tib olar ekansan keyin. Yaratuvchining gapini tasdiqlaydigan tomonga. Hozir ham yo'q deding. Erkak bo'lgandan keyin gap otadi-da, zino qilmasa nima qilib yashab yuribmiz? Bu dunyoga keldik. Xotiningni, qizingni zo'rlab ketsin, mayib qilib yoki o'ldirib, ana keyin bilasan bu olifta gaplaringni qay darajada bema'ni bir tiyinga qimmatligini.
Mana shu. Endi va qolaversa buni tafsilotlariga kirishamiz. Nima? Din naslni tozaligiga juda ham e'tibor qiladi, chunki bu muhim. Mana hozir yaqin qarindoshlar bir-biri bilan xotin bo'lmasin, juda yaqin qoni yaqin qondoshlar bir-biri bilan xotin bo'lmasin. Bundan nogiron bolalar tug'iladi. Mana bu ham programmaga kiritilgan, buni yaratuvchi o'zi biladi-yu genlarni. Qaysi gen bilan chiqishadi, qaysisi bir-biriga pobochka beradi. Noto'g'ri reaksiya beradi. Biladi-ku, o'zi yaratgan hammasini. Yaqin qonli nasl nasab saqlansin, yaqin qonli qo'shilib ketilmasin deyapti. Bu odamni o'ziga zarar ekan. Takror etamiz. Mana bu global olamning ichidagi cho'ldagi qumni, katta cho'ldagi qum zarrasini faraz qiling. O'shandan ko'p galaktikani ichidagi bir dona zarrani faraz qiling. O'sha bizani somon yo'li bo'lsa, shuni o'zini ham bitta endi cho'lni faraz qiling. O'shani ichidagi bitta zarrani oling, o'sha yer bo'lsa, yerni Mamitdagi bitta shaharida yurimiz hozir. Men turibman shu yerda Mamitda. Meni 70-80 yillik hayotim bor-u, iskra ham emas. Demak, mana shu joydan turib, so'zsiz itoat qilsam, men yutaman. Nima? Nasl nasab masalasi muhim masala. Modomiki yaratuvchi shuni hammasini yaratib qo'ygan ekan. Nima? Farazan, Xudo saqlasin. Zino keng tus olib ketib qoldi-da, bilmaydi-yu. Mana bu erkak, oilani boshlig'i kimdir bilan zino qilibdi-da, undan tug'ilibdi-da bola. Qiz tug'ilibdi. Bu buni qizi bo'ladimi? Bu zino qilgan ketavergan. Bo'ldi, ishini bitirgan, bo'ldi, ketdi, xayr. U bilmagan ham homila bo'lib qolganini. Oradan vaqt o'tib homila ma'lum bo'ldi. Qorin kattalashdi, tug'ildi qiz. Boshqa shaharda qilib kelgan masalan. Boshqa shaharda. U kelgan, u ayol nimadir bu yoqqa ko'chib o'tgan. Bo'ldi, bular bir uchrashgan, yo'q bo'lib ketgan, unut bo'lib ketgan, lekin u o'zini hayoti bilan yashayveribdi, bu o'zini hayoti bilan yashayveribdi. Bu yoqqa ko'chib kelgan, u qiz katta bo'lgan, buni xabari yo'q. Buni bolasi ham katta bo'lgan. O'zini oilasidagi bolasi bu bola, u kim bo'ladi? Buni singlisi bo'ladimi? Adasini qizi-ku. Mana bu ota, bu shuni bolasi, bu buni qizi-yu, mayli zinodan bo'lsa ham qizimi buni? Bir ko'chada ko'rishib qolyapti-da, yaxshi ko'rib uni, rasmiy yaxshi ko'rish yomon ma'noda emas. Meni uyimdagilar sovchilikka boradi, deyapti, ikkita tomon men ada o'lib ketgan, qilar ish qilib, hech kim bilmaydi uni, boryapti-da, quda bo'lib, to'y bo'lyapti-da. Bu qanaqa dahshat narsa bu? O'zini singlisiga uylanib qo'yapti-yu. Aka singil to'shakda bitta yotib qolyapti-yu. Ana bu qadar yaqin qondoshlikdan keyin farzandlar nogiron tug'ilgan, bular siqilgan. Bundan yomon narsa yo'q, Xudo saqlasin. Hech kimga men tilamayman. Farzand nogiron tug'ilib qolsa nima qilasan? U nima? U sizga bu telefonmidaki do'kondan olib, men telefon qotib qolyapti deb ertasi kuni, qaytarib olib keldim, qotib qolyapti bu telefoningiz. G'alati, menga alishtirib bering deymiz. Bu farzand bu, buni bo'ldi, otib yuborib, bundoq qarab kamchiligi bor ekani, defekt tug'ilibdi, gup etib uni tashab kelib almashtira olmaysiz uni, otib yubora olmaysiz uni. U farzand u. Xudo saqlasin. Bir umr majbursiz shu og'riq bilan yashashga. Bir umr. Unaqa bo'ldi, mana bu farzand kamqonlik, hali bu irsiy kasalliklar va qonlarni o'ta nasllarni yaqin nasllarga rioya qilmay aralashib ketishidan. Mana nimaga yana bitta buni tafsiloti. Ana vaqtda
gap otamizda o'zi rozi bo'lsa, badan buniki, buni badani buniki, birovni badaniga ne xo'jayinlik qilasan deb o'tiribdi u yoqdagi oliftalar, g'arbdagi. Ya'ni doktor bittasi PhD qilgan. Qololikda ayblab bularni vahshiylikda ayblab o'tiribdi, tuhmat qilib. Mana buni katastrofik voqealar bor ekanmi? Agar bu naslga rioya qilmasa, agar bunga keng yo'l ochsa, ot bilan itni izi aralashib ketdi deydi-yu, mana bu yerda ot bilan itni izi aralashib ketdi. Nasllar qorishib ketib qolib, odam bu dahshatli narsa. Odam o'zini qizi bilan qiziga uylanib qo'yishi mumkin. Baraka topgur. Uy mayli-yu, aka singil ham. Bu ham o'zi yomon. Farazan o'sha zino qildi boshqa shaharda. Qiz tug'ildi. Ona o'lib ketdi. Qiz mana bu shahar ko'chib keldi. Xabar bermagan. Mana bu men zino qildim, sen tug'ilib qolding, otang mana bu rasm ko'rsatmagan. Qiz yashab yuribdi bu yoqda. O'zini otasi yosh uylanganlar ham bor-ku, mana 50 yosh bo'lib turib, "Ya, men rosa yosh ayol olibdi-da, o'zi 50 yoshda qara." Yo'q, qanday otsa, 20 yosh qiz olibdi deganlarni eshitamiz-ku. Mumkin. Bu hech kim buni zapret qilayotgan joyi yo'q, din ham. Mumkin. Faraz ham shuni bir nimadir bo'lib qoldi-da, yaxshi ko'rdimi, yo'q. Xullas to'y bo'ldi. Bilmaydi uni, o'zini qizi, baraka topgur, tasavvur qilasizlarmi? O'zini qizini olib qo'ydi, o'zi bilmaydi-ku. Qizi bilan to'shakda yotibdi uyda. Er-xotinda bu bilmayapti ular. Mana nimaga buni ikkinchi hikmati buni bu oliftalarga aytamizki, g'arbda o'tirib olganlarga. Badan buniki deb nima ahvolga tushding o'zing? Spid degan venerik kasalliklar ayni balo bo'lib keldi zino uchun. Hozir davosini topolmay o'tiribdi. Nogiron bolalar, onkologiya, Down bolalar, qo'li yo'q bolalar, yana nimalar, defekt bilan tug'ilgan bolalar, musibat, tashavvur bo'lmaydi. Alishtirib ketib bo'lmaydi. Mana qanaqa dahshatli tuslarni gapirmaydi ular. Ular gapirmaydi uni. Bunga chalg'imanglar. Hamma ko'chaga yasanib chiqadi. Bunga chalg'ib qolmanglar. Ko'chaga hamma yasanib chiqadi. Ko'chada hamma kulib yuradi ko'chada. Hamma mamnun. Hammasi o'ziga yetib olgan, qiynalayotganingni bildirma. Baxtsizligingni bildirma. Qizlar onasiga, onalar qiziga kulib yur. Ering urayotganini hech kimga aytma. O'zingni baxtli tut. Xudolarning oldida baxtli tut. Hamma yoq soxtalik, hamma yoq teatr. Bu hayot emas, teatr bo'lib qoldi, sahna. Desa, hamma kulgan. Inamarka mashinalarda yoningizda ko'rib havosi keladi bechara, oddiy odamlar. Qara. Haydab yurgan mashinasi bir katta uchastka hovli beradi-ya. Biza bir umr ishlab bitta kvartira ololmayapman o'g'limni. Katta o'g'limni chiqara olmayapman bir xona dom olib. Buni avtomobilini o'ziga bitta katta uy beradi-ya, uchastka. Mana shu baxtli odam deb o'tiribdi bu. U tirjayib yuribdi. Bildirmayapti-da. Chirib ketgan uyi. Aldanib qolmang, g'arbni bu soxta yaltir-yultiri, Instagramga chiqqanlarni kulgan, mamnun basharasi. Chalg'imang, chirib ketgan o'sha odamning uyiga ergashib, ko'rinmaydigan odam bo'lib olindi, farazan. Hammaga gap bermay, $300,000 mashinada yurgan, go'yoki baxtiyor, kulgan odamni ko'rinmas odam bo'lib olib, mashinasiga o'tirib uyiga boringda, siz bir hafta yashang. Mana yurganim, Xudo, meni kechir noshukrligimni. Maza qilib yurgan ekan mana, bola chaqam oldimda, ayolim pazanda. Mazza qilib mayli-da, bitta go'shtsizroq ovqat bo'lsa ham xotirjam yeb o'tiribmiz deb ming shukr qilib yorasiz. Bir hafta yashang. Chirib ketgan, ayoli zino qilib yuradigan bo'lib ketgan, narkoman bo'lib qolgan kimidir, muhit nosog'lom, urush janjal, baqirgan, bir-biriga narsa otgan,
12da ham yo'q, uyda qizi birlarda ichib olib, g'irt oyog'ida mast bo'lib kelgan. Uni gapirmaydi. Hamma baxtli ko'chada, hamma Instagramda undan baxtli odam yo'q. Bunga chalg'imanglar, baraka topkur. Xudoni aytganidan qolmanglar, Xudoni aytganidan qolmanglar. Najot bu tomonda. Aytildimi? O'ziga qo'yib beringlar. Bu ko'rib turibdi. Yaratuvchi biza mamtda yuribmiz, o'zimizni qarichimiz bilan o'lchab. Biza ko'p narsani bilmaymiz. Biza juda informirованный emasmiz. Biza ertangi kun u yoqda tursin, 1 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. 1 soatdan keyin. Yaratuvchi hammasini biladi. Ana unga ko'rinadimi, bizgami? Mamtda yurgan. Ko'ziga parda tortilib, hali mamtdan 5 minut keyin nima bo'lishini bilmagan odam biladimi? Boshlanishidan nima bilan tugashigacha globalni hammasini daqiq qarab o'tirgan zot biladimi? Kim biladi? Qo'yib bering o'ziga. So'zsiz itoat qiling. Ha, bekorga emas deng, bo'ldi. Uni aql ishlatib, mana qilsamchi. Nimasi yomon buni ikkita u yaxshi ko'rsa, bir-birini zo'rlamasa, nega odamlar bunga ola qaraydi? Nima qilibdi endi zino deb gapiradi, bo'rttirib. Ikkalovi yaxshi ko'rishib, bir-birini quchoqlashib yotishibdi-da, bo'ldi, nima qilasan? Nima qilibdi demang, mana nima qilibdi, mana nima qilibdi. Ko'rib turibmiz-ku nima qilayotganini. Venerik kasallar, davolanmas kasallar, nasllar aralashib ketishi, nogiron bolalar ko'payib ketishi jamiyatda. Aqli zaif, tashavvur bo'lmaydi, almashtirib bo'lmaydi, zapchas qilib bo'lmaydi. Bir umr o'sha og'riq bilan yashaydi. Bir bola tug'ildimi, tamom, bir umr boylandi sizga. O'sha og'riq bilan yashaysiz. Mana bu katta musibat bu. Bu katta jamiyatda og'rig'i bu. Shuni bilib etuvdi, qilmadi, etuvdi bilib shuni. Shuni ko'ruvdi shuni. Hali boshlanishidayoq ko'ra biluvdi shuni. G'arb jins revolyutsiyasi, biz jins inqilobini qilamiz. Erkin qilamiz insoniyatni deb bunga keng darvoza zinoga ochgan yillar, 60-yillardan keyin bo'lsa, odamlar hali bu yerda bilmay qoluvdi, hozir uyg'ondi. Yaratuvchi shuni biluvdi-ku. Sanga qilmagan do'mida nima qilasan qilib, aqllilik qilib. Bu yerdan motiv qidirib o'zingga. Alkogol ichmagan do'mida ama ichsam dobri bo'lib qolaman. Sen bo'lib qolasan dobri. Mana bu yerda milliardta odam dobri bo'lmaydi. Shoh chiqadi, urib o'ldiradi, mashinada uradi, so'yib qo'yadi hozir. Quchoqlashib gaplashib o'tirgan odamini. Sen dobri bo'larsan, milliardta odam bo'lmaydi. Bir vaqtda o'zida jamiyat hammasi bitta narsaga rioya qila olmaydi. Mana gap qayerda. Shuning uchun ham qilmagin deyildi. Agar hamma rioya qila olganda qilmagan zapret bo'lmasdi, qivurilardi. Bundan bir katta na badanga, na jamiyatga keskin talofat yetmagandan keyin o'zi bu narsa mumkin ham bo'lib qolardi o'zi. Hamma gap shu yerdaki, shuni qila olmaydi hamma. Sen qilarsan, sen qilarsan. Sen dobri bo'larsan. Ana u xotinini so'yadi. Sen o'zingni ichishing bilan, "Yo, men rulga o'tirmayman, menda bu svitoy." Ichdimmi? Kimnidir bolasini, farzandini urib, butun oilani urib ketganlar bor. Butun. Bittada ayol, qo'lida 2ta bola, qornida bitta bola. Qornida homilasi bor. Bitta qo'lida katta farzand o'g'li bor, bu qo'lida qizi bor. Mashina yo'ldan o'tayotganda bitta mana bunaqa bir ahmoq hayvon ichib olib rulga o'tirib bittada hayotdan o'chirib tashlagan 3 ta 4 ta odamni. Ama ichib olsam dobri bo'laman. Sen bo'lasan, mana bu hayvon bo'lmaydi. Men ichib olsam, yo menda u qoida, qonun menda. Men ichib olsam rulga o'tirmayman. Birovni hayotiga zomin bo'lmayman. Rahmat senga. Hamma shunaqa emas. Ana u yerda bitta hayvon shunaqa fikrlamaydi. Ana uni biladi. O'zi ijodkor u ne bilmasin. Eskizidan tortib, dizaynidan tortib, molekulasigacha o'zi qudrat qo'li bilan terib qo'ygandan keyin buni ne bilmasin? Nafas qadam olishidan biladi. 10 kilometrdan biladi buni. Nima qilyapti-yu, hozir qayerga qarab ketayotganini. Shuni bilib, hamma rioya qila olmayotganini bilib ichmadi umida.
Bo'ldi, yig'ishtirish kerak. Olibtagarchilik qilib, men unaqaman. Qonun bitta bo'ladi. Mana bunaqa qonun yo'q. Butun dunyoda, butun qonunchilikda unaqa yo'q. Ha desa, menimcha ichsa mumkin deydi, menimcha mumkin emas. Menimcha ham mumkin. Istisno holatlari bor. Mana bu modda prim 2 agar menimcha ichsa-yu, lekin shox chiqarmasa mumkin. Lekin menimcha ichsa-yu, shox chiqib bittasini urib jag'ini sindirsa mumkin emas. Menimcha ichsin xolasa-yu, ayoliga kulib, bugun ochilib ketibsiz desa mumkin. Mana bunaqa qilsa mumkin emas. Mana bunaqa mumkin nima? Tom nima? Sandu kodeks yoziladimi endi? Bunchaga mumkin. Nima ma'nochilik bu? Buni oxiri yo'q buni. Qonun unaqa bo'lmaydi. Qonun yo'q mumkin bo'ladi, yo'q mumkin emas bo'ladi. Tamom. Yo'q mumkin. Hamma shunaqa qila olmaydimi? Mumkin emas. Svetoforlar ne o'rnatildi svetoforlar? Hamma bir-birini hurmat qilib, oldin yo'l berib, to'xtanglar. Birpas bular o'tib turadi, sabr qilib tur. Bir-birimizdan hurmat qilaylik. Ha, bu patok o'tib olsin. Aha. Keyin mana bu yerda bitta dobri odamlar migat signal chaladi, to'xtashni boshlayveradi. Shuncha biz o'tganimiz yetar. Endi bular ham o'tsin deb hamma to'xtaydi-da, bular o'tadi. 5 minutdan keyin bular soznательно bir-birini hurmat qilgan holda Bechoraboy ta'miri mana bular turib qoldi. 10 minutdan beri bizdan patok o'tyapti. Keling. Avarikalarni yoqib, birinchi qatordagilar tormoz berib, orqadagilar ham baqirmaydi. Hammasi odobli. Keyin bular o'tadi. Jamiyat bunaqa bo'lganda svetoforlar o'rnatilmasdi. Svetofor ne o'rnatilyapti? Shunaqa qilmaydi. Tiqilib keladiganlar bor. Alkogolni hamma bir xil ichmaydi, zinoni hamma bir xil qilmaydi. Baraka topkur. Qildi deganda ham mana buni boshqa talofotlari bor nasliy tomondan. Farazan ertadan barcha alkogol ichganlar dobri, hech qachon tajovuzkor bo'lmaydigan, hech qachon rulga o'tirmaydigan bo'lib qoldi deganda agar bu bo'ldi endi ichuringlar ruxsat deyilgani bilan farazan, lekin hech qachon unaqa bo'lmaydi. Lekin zino hech qachon mumkin bo'lmaydi. Nega? Chunki insonni genetik kodlarida buni ahamiyati bo'lgani uchun ertaga bo'ldi, zo'rlash yo'q. Birovni xotiniga yetish uchun erini o'ldirish yo'q. Mamma askarning xotinini erishish uchun tarixda polkovniklar buni erini armiyaga yuborgan urushga. Yaxshi ko'rib qolgan xotinini-da qanaqa o'zidan o'zi bunga tajovuz qilsa obro'si to'g'ri kelmaydi. Falonchi qo'mondon o'zini askarini xotinini to'shakka tortibdi degan gap to'g'ri kelmagani uchun nima qilgan? Bilib turib yamni o'limga yuborgan. Uyiga poveska kelgan. Ha, ertaga frontga ketdi. O'lib ketishini bilib turib, qarang, odam o'ldirilyapti. Buni gali bo'lmagan frontga ketish. Bu umuman bu frontga boradigan bo'linmada ham bo'lmagan, askarlar bo'linmasida. Jo'rttaga buyruq, sen ertadan mana bu yoqqa askari buyruqni muhokama qilishga haqqi yo'q. Xo'p bo'ladi, majbur buyruqga itoat qilib, ketgan xotini bilan xayrlashib, eson-omon duo qilgan qaytib keladigan, yavni o'limga ketgan. 2 kundan keyin xabar kelyapti. Ha, anu bolada nima gap? Ha, kechiga otishmada o'ldi. Ha, o'ldimi? Ha. Ana endi xotiniga yo'l ochildi. Beva bo'lib qoldi. Mana bu ishlar tarixda ko'p bo'ldi. Farazan shu ishlar odamlar odobli bo'lib qolganda ham nima? Zinoga baribir ruxsat bo'lmasdi. Nega? Bu yerda genetik tishlari, kalit qulflar bir-biriga tushmagani uchun ota o'zini qizi bilan to'shakda bo'lib qolish xavfi bo'lgani uchun o'zi bilmasdan, aka o'zini singlisi bilan to'shakda bo'lib qolish xavfi bo'lgani uchun va bundan nogiron bolalar butun jamiyat degradatsiya bo'lib, sog'lom odamlardan iborat jamiyat bir qo'li yo'q, davum bo'lib qolgan va hokazo butun nogironlardan iborat jamiyatga borgan sari 20 yilda bu katastrofa bu. Bo'ldi, u davlatlar yo'q bo'lib ketadi, u imperiyalar yo'q bo'lib ketadi. Sog'lom odamlar ishlab turibdi ishxonalarda. Sog'lom odamlar zavod, fabrika, stanovlarda ishlayapti. Sog'lom odamlar kompyuterga programmistlar kod yozyapti. Bu nosog'lom odamni yerga urishda emas, nogironlarni yerga urilmayapti hozir. O'zi fiziki nogiron bo'lgandan keyin
aqliy zaif bo'lgandan keyin va hokazo, bitta ko'zi ko'rmagandan keyin, yaxshi ko'zi xira bo'lib qolgandan keyin, mana bu genetik kodlar tushmaslikdan ham ko'z xira bo'ladi. Ko'r bolalar tug'ilishi ko'payib ketadi. O'z-o'zidan nima bo'ladi? Jamiyat sohalarida ishlaydigan kadrlar yetishmasdan oqsab, imperiyalar qulab ketadi orqaga. Imperiyalar, davlatlarning qudratini, mexanizmini kim tortib turibdi? Injenerlar, doktorlar, geologlar, arxitektor deymizmi, kosmonavt deymizmi, programmistlar deymizmi? Bu sog'lomlik kerak-ku bunga. Nosog'lom odam qanaqa kod yozadi? Bu uni ayblash uchun aytmayapman. Takror etaman. O'zi fiziki shunaqa tug'ilib qolgandan keyin nima qilsin u bechora u? Zinoga keng yo'l ochsa bu bilmay qolasiz bu. Unisi o'tda yotgan, kelishib ola, hamma xursand, baxtli, toqqa chiqqan, u bilan yotgan, piknikka chiqqan, bu bilan yotgan, komandirovkaga borgan, bu bilan yotgan, undan bola tug'ilgan, u to'polon ham qilmagan, kelishib qilyapti. Hamma xursand. Rozi, undan bola tug'ilgan, bu xabari yo'q, nimadir bo'lib taqdir taqozosi bilan buni shahariga kelib qolgan, o'zini ishxonasiga ishga kirib qolgan, o'zini qizi u buni yoqtirib qolgan, o'zini xodimasiga uylanganlar ham ko'p-ku. Bu mumkin. Masalan, buni hech ishxonada o'zini xodimasini yaxshi ko'rib qolganlar bormi? U qizi o'zini. Yo singlisi akani, yo akasi, nima ahvol bu? Bu katastrofa bu. Demak, ertadan hamma odobli bo'lib qolgani bilan zino o'zi fiziologik, genetik kodlarda уже defektlar paydo bo'lish ehtimolidan baribir nima bo'lar ekan bu? Hech qachon ruxsat bo'lmas ekan bunga. O'zi alkogolga ham hech qachon ruxsat bo'lmaydi. Qimor. Mana buni nima qilish kerak? Odam o'zini o'zi bilib olish kerak-da kimligini. Aqllilik qilish kerak emas-da. Choyxonada yalpay o'tirib, choyxonada amandoq qilib o'tirib. Nima qilish kerak? O'ziga havola. O'zi o'rnini bilish kerak-da hamma. Bo'ldi, taslimman. Deyapti hozir. Boshi urilib, butun oilasini bitta ahmoq alkogol ostida urib, o'ldirib ketgandan keyin taslimman deyapti. Qizini zo'rlab o'ldirib ketishgandan keyin zinoni yomonligini bilib taslimman deyapti. Ichib olib bir nima bo'lgandan keyin aytyapti. Avohliroq aytaver shuning uchun. Baribir shu nuqtaga borasan. Sen o'zingni bu kichkina miyang bilan, bu salohiyating bilan yaratuvchiga baribir teng kela olmaysan. Baribir borasan o'sha pointga. Tinchgina hozir borur bo'ldi. Hozir ertadan boshlab bo'ldi. Alkogolni yo'qotaman. Zinoni qilmayman. Ibodat qilaman. Yaratuvchini o'qiyman kitoblarini. Payg'ambar hayotini o'qiyman. Mana shunaqa yashayman. Yaratuvchi shunaqa degan ekan, bejizmas ekan, bu unga vidneye. Bizni mamti ko'ramiz, u hammasini ko'radi. Tinchgina yaxshi hayotga o'taman desa, rostdan ham baxtli bo'lib ketadi. Ana shu hayotda 1 yil yashab ko'rsa, ming shukr, to'g'ri yo'lga meni yo'llaganingga men yurgan ekanman. Juda yomon, dahshatli yo'lda drive oladi. U oldin o'ylagan kayf bu yo'lda deb o'ylagan. Yo'q. To'g'ri yo'lning kayfi bundan karrasiga ko'p. Faqat buni bu yerda ixlos bilan yurganlar biladi buni kayfini. To'g'ri yo'lning kayfini. Bu yo'lda kayf yo'q demayapman. Tushunmaydi. Bu yo'lga o'tganlardagi bu yaratuvchisini tanib, u bilan gaplashib obrazni. Mana bu bir yaratuvchisini royasida yashayotganini his qilgandagi kayf boshqa kayflarni hammasini urib tashlaydi. Tepada turadi. Uning uchun demak mana bu yo'lda o'tish kerak va sabrli, sobit qadam bo'lish kerak. Ana shulardan biri gap aylanib ketdi biroz. Ana shulardan biri nima? Sudxo'rlik. Mana bu yerda shunaqangi bir dahshatli richak shakllandiki, hozir vaqtimiz bo'lib qoldi. Ana shu yerda ham endi buni keyingi qismida gaplashamiz. Nima qilibdi endi foydalansa degan gap qanaqa katastrofaligini xuddi nima qilibdi? Ozgina ichsam men dobri bo'lib qolaman.
Nima qilibdi? Ikkalamiz kelishib, u meni xohlaydi, men uni xohlayman, badan uniki, men zo'rlamayapman. Quchoqlashib yotsak nima qilibdi? Lani bittasi mana bu bo'ladi. Sudxo'rlik qilsak nima qilibdi? Oltinlar bekor ham yotgan ekan. Bitta odam mendan so'rab turibdi. Kechgacha berib tur, 500 tilla. Kechqurunning o'zida men senga 600 qo'yib beraman. 100 tilla ishlab olasan. Kechgacha. Baribir yotibdi tilla. Tilla yotibdi men bitta. Kim bilib o'tiribdi, menga berib tur. Taniydi, begona emas, o'zingiz tanigan odam. Kuchli tijoratchi, allab ketmasligiga 99.9% ishonib turibsiz. Ana bu joyda uncha-muncha odam chidolmaydi. Shundoq mana stolda turgan tilladan bir hovuch olib chiqib bersangiz bo'ldi. Sizdan shu ketdi. Hech kim bilmaydi. Kech payt qo'lingizga bir hovuchdan ko'proq olib kelib beradi-da, olib kelib boyagi hovuchni olib kelib to'ksangiz, cho'nchagingizda 100 tilla paydo bo'ladi. 100 tilla shunaqa katta pulki, mana bu yillarda mana shu bozorda yuk tashib, karvondan yuk tushirib, bu yuklarni ortida hamma yoqda bor-ku pogruzchilar, yuk tashuvchilar. O'shalar bir oyda 5 tillaga ishlab yurgan paytlar. Bir oylik ro'zg'ori o'shalarning oilaviy. Faraz qilavering 100 tilla qanaqa pul? Bir odamni 5 oylik oyligini ovoz. Arzimagan ertalab berib yuborib kechqurun 10 soat ichida. Arzimagan 10 soatda hech narsa qilmay turib, masjid ichida bunday ko'rpacha sovolib uxlab, salqinroq joyda uxlab turib, bir uyg'onsangiz, tinimsiz qora mehnat qilayotgan bitta hammol gruzchini nima 5 tillaga ishlab yuribdi oyiga. 20 oylik. Uzr, hozir necha oy dedim? 5 oyda bordimmi? 20 oylik pulini, 20 oy deganingiz u salkam 2 yil degani. Toppabos qarang. 100 tilla. Nima qilibdi? Buni nimasi yomon? deydiganlarga suhbatimiz davomida mana bu nima qilibdi degan gap ham xuddi mencha ichsam nima qilibdi? Men dobri bo'lib qolaman. Kelishib maza qilib quchoqlashib yotsam zo'rlamasdan nima qilibdi? Yana bitta shunaqalardan biriligini keyingi suhbatlarimizda demak guvohi bo'lasizlar. Buni qanaqa katastrofaligini xuddi mana bu gapirilgan narsalar ham katastrofa bo'lganidek keyingi suhbatlarda gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.